Guten Tag, liebe meine Studierende. Ich erkläre in diesem Unterricht das Verb sein. Wie konjugiert man das Verb sein? Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan nemis tilida sein, ya'ni bo'lmoq fe'lini qanday tishlanishini o'rganamiz. Nemis tilida sein fe'li mana bo'lmoq ma'nosini bildiradi va u qanaqa tishlanadi? Olmoshlar bilan birgalikda, ya'ni masalan klug so'zi aqlli. Aqlli degan ma'noni beradi. Agarda men aqlliman desak, sein mana tishlanganda ich bin klug. Ich bu men. Keyingisi, agar sen aqllisan desak, du bist klug. U aqlli, ya'ni qiz bolaga nisbatan zi, o'g'il bolaga nisbatan bu o'g'il bola, zi qiz bola, ya'ni es, bu ano, ya'ni predmetlarga, noaniq predmetlarga ishlatiladi, ya'ni sie es, on, ana, ano. Ist klug, wir sind klug, ya'ni wir bu biz, ihr seid klug, sie sind klug, ya ir bu sizlar degani, ya'ni zi bu hurmat ma'nosi, kichkina harf bilan yozilgan zi bo'lsa ular degan ma'noni beradi. Ya'ni ich, du, sie, es bu singular, ya'ni men, sen, u birlikni bildiradi, mana singular. Wir, biz, ir, sizlar, zi, ya'ni ular bu ko'plik, ya'ni pluralni bildiradi. Mana siz bilan zaynni qanaqa tishlanishini bilib oldik. Buni siz yoddan bilishingiz kerak. Zayn bu infinitivni, ya'ni noaniq shakli. Gaplarda tishlanganda ich sei klug deya olmaymiz, ya. Вот zayn iminni tishlanyapti. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind bo'ladi. Endi sizlar bilan bu zayn fe'li qachon ishlatiladi? Odatda sein fe'li sifatlar bilan, adjektiva mana sifatlar bilan yokida nomen, ya'ni otlar bilan ishlatilishi mumkin. Ya'ni sifatlar betda froh xursand, klein kichkina, klug aqlli, glücklich baxtli, groß katta, traurig xafa, schön chiroyli, treu sadoqatli, student, lehrer, o'qituvchi, arzt, vrach, fahrer, haydovchi, dunkel, qorong'u, sonnig, quyoshli, kalt, sovuq, warm, iliq. Mana bu yerda sizlar hozir sifatlar bilan otlarni ko'rib chiqdik. Endi bulardan gaplashadigan bo'lsak, albatta zayn fe'li ishlatiladi. Agarda men xursandman desak, ich bin froh, fe'l, ya'ni kesim, bin doim gapda ikkinchi o'rinda turadi. Ich bin froh. Agarda u chiroyli desak, oder sie ist schön bo'ladi. Bu dara gaplarda birinchi ega keladi, mana ikkinchi o'rinda kesim keladi, keyin ikkinchi darajali. Agarda so'roq so'z bo'lsa, aytmoqchi bo'lsak, sen baxtlimisan deyish uchun mana bist du glücklich, ya kesim, ya'ni oldinga chiqdi, zayn fe'li tishlangan shakli oldinga chiqdi. Bist du glücklich. Agarda aytadigan bo'lsak, qorong'u da mana dunkel, qorong'u desak, es ist dunkel bo'ladi. Agarda issiq desak yokida iliq desak, es ist warm, ya'ni uchinchi shaxsda olamiz zaynni uchinchi shaxs. Yokida men studentman desak, student so'zi. Ich bin student, mana zayn fe'li ishlatiladi, ya. Tak, agarda aytsak u vrach, ya, ist arzt, mana agarda sen o'qituvchisan bo'lsa, du bist lehrer bo'ladi. Dara gaplarda doim zayn fe'li tishlangan holat ikkinchi o'rinda turadi. So'roq so'zsiz so'roq gaplarda kesim birinchi o'ringa chiqadi. Sen studentmisan desak,
qanaqa bo'ladi? Ya'ni bist du student, ja, ich bin student bo'ladi. Agarda aytsak, sen o'qituvchimisan yokida siz o'qituvchimisiz desak, sind Sie Lehrer? Ja, ich bin Lehrer deb javob qaytariladi. Hurmatli talabalar, o'ylaymanki, sein fe'lini tuslanishi va qaysi so'z turkumlari bilan ishlatilishi sizlarga tushunarli bo'ldi.